Bugungi videoda men Minecraftdagi Skinwalker modi bilan o'ynayman. Qani bo'lmasam, kettu! Yo, what's up? Men Orolda tug'ildim shekilli, lekin bu fakt emas. Aniqrog'i bu yarim orol bo'lishi ham mumkin. Hindistonga o'xshab, bu geografiya darsi deyman, hazillashdim bolalar. Xo'p, biz yaxshiroq biom qidirib boramiz, chunki bu biom menga yoqmaydi. Eng yomon ko'rgan biomlarimdan biri shunaqa beryo'zani o'saydigan biom. Biz yaxshiroq biom qidiramiz, keyin haqini ko'raveramiz. Hozirchalik yuribman va g'alati narsalar his qilganim yo'q. O'tgan qismdaqa Pennywise'daqa hech narsa bolachalar yo'q, lekin bu yer ham g'alatiroq atmosferada. Ovozlari va boshqalari bu aniq sizlarga eshitilmaydi-yu, lekin menga juda ham yaxshi eshitilyapti. Shuni qo'yni o'ldirib yuboramiz-da, keyin molni ham o'ldirib yuboramiz. Hozir qo'yni o'ldiramiz va endi molni navbatga dirs urib hamma yo'lda yo'q tashlaymiz. Bolalar, hozir men kasalman. Iltimos, shuncha harakatlarimga bitta like bilan bitta obuna bosib qo'yasizlar. Sabab men kasal bo'lib turibman, video qilyapman. Xo'p, endi daraxt kesamiz va kesib olib verstak shunday joyida tosh ko'lab chiqib, toshli instrumentlar qilib keyin ketamiz. Xo'p, tezda kesib olamiz va bu rostdan ajoyib bo'ladi degan gaplar yo'q bugun. Xo'p, kesib oldi. Endi shunday yerda ko'lab turib pastga jichcha shaxta qo'yamiz o'zimizga va shu menimcha yetadi. Xo'p, tezda shaxta qo'lab olamiz. Endi versak qilsa ham bo'ladi. Xo'p, mana doska qilib olamiz oldin. Mana shu oxirgi versiyalarda doska qilish juda qiyin bo'lib qolibdi. Bitta qilish kerak va bu menga yoqmayapti. Iltimos, shuni qanday tuzatishni bilganlar bo'lsa kommentariyaga yozib qo'yinglar va agarda siz shu mod bilan o'ynamoqchi bo'lsangiz ham kommentariyaga yozing. Men shu mod bilan o'ynamoqchiman deb. Bu rostdan qo'rqinchli mod va bu modni siz meni Telegram kanalimda topishingiz mumkin. Bu paytda biz o'sha tosh ko'layapmiz. Xo'p, menga kam emas, ancha tosh kerak bo'ladi. 21-22 ta yetadi menimcha va o'sha 21-22 tani pechka, bolg'a va kirka qilamiz. Shular eng muhim narsa. Hozirchalik biz prioritetimizda shular turibdi. Tezda olamiz, endi tosh ko'lab olamiz va keyin shaxtadan chiqib o'sha ishlarimizni davom ettiramiz. Menimcha shu yetadi, 21 ta aytganimdek. Hop, mana bu yerda doska emas bu, aniqrog'i bu versak. Hop, tezda bolg'a bilan kirka va pechkamiz ham bor. Endi chiqamiz versakdan va biom qidirgani boramiz. Hop, men unda biom qidirgani ketdim. Men yurib kelib shunaqa juda ajoyib joy topdim va bu yerda men 100% o'zimning uyimni quraman. Tezda endi daraxtlarni kesib olamiz va shu va hokazo juda ko'p daraxt kerak bo'ladi, chunki biz uy qurmoqchimiz va bu yerni tekizlashimiz ham kerak bo'ladi. Xo'p, yana bitta qo'y, dirs o'ldirib olamiz va keyin mana bu qushcha, aniqrog'i tovuqni ham o'ldirib olamiz va shunday qilib uy qurishni boshlaymiz. Bundan tashqari men juda ko'p hayvonlarni o'ldirdim, daraxtlar kesdim va endi uy quraman deyishni boshlaganimda, yerlarni to'g'rilab olib, endi boshlayman deganimda, men juda ham g'alati ovoz eshitdim va bu ovoz men rosa atroflarga qaradim va juda ham cho'chib ketdim, lekin hech narsa topa olmaganimdan keyin ishimni davom ettirdim. Men aniqrog'i ugl qilmoqchi edim, aniqrog'i daraxtdan qilinadigan ugl va uning uchun kirkamni kekizib oldim va keyin bitta palka qo'yib qo'ydim, bitta ugl bo'lishi uchun va keyin ovqat pishirish niyati bor edi va shunday qilib dirs borib qo'yni o'ldirib keldim. G'alati ovozlar bu o'yin davomida juda ko'p bo'ldi va men rostdan qo'rqdim. Chunki g'alati yirtqichlar ovozi keldi va endi men dirs qilib go'sht qo'yib qo'ysam, keyin davom ettiraman gapimni. Xo'p, rosa qo'rqinchli yirtqichlar ovozi keldi, baqiruvlar va bu rostdan meni cho'chitdi, lekin bu yetarli deb o'ylamayman, chunki meni cho'chish uchun
uncha yetarli deb o'ylayman. O'zi ko'rinishi ham kerak edi bu Skinwalker va eng qizig'i bola o'tgan qismlarda men bundan ham qo'rqinchli joylarda o'ynaganman deb tursam, adashgan bo'laman, chunki kechqurun meni juda ham yomon narsa kutayotgan edi. Lekin hozirchalik men uy quraman. Xo'p, ketdik, dars qilib daraxtlarni kesib olamizda va uy qurib qaytaman. Men tezda har xil mayda chudi ishlarni qilib uy qurishni ham boshladim. Uy qurish desa buni xato bo'lardi, chunki men oddiy karkasini qildim xolos va keyin tun tushayotganini sezdim. Va men bitta blok olib ketibdi, mayli qo'yib qo'yamiz. Xo'p, tun tushayotganini sezdimda va tezda borib qora, aniqrog'i mana bu qora daraxtdan men o'zimga uyimni atrofini qilmoqchi edim. Lekin aylanib kelsam hech narsa yo'q. Yana g'alati ovoz eshitgan edim chunki. Va keyin mana bu qora daraxtdan men uy qurishga qaror qildim. Xo'p, tezda bolg'amni oldim-da, bolg'am o'zi почти sinayotgan ekan va zombilar bilan urushgani hech narsam qolmadi. Keyin men zombilar ovozini eshitib qoldim-da va tezroqda kesishni boshladim. Lekin tezroqda kesishni xohlaganim bilan bu tezroqda kesilib qolmadi. Bu rosa qo'rqinchli edi va xuneta zombi ko'rib uchib qaytib keldim-da, tezda bloklar qildim. Bloklardan keyin devani nima qilaman demoqchi edim, lekin devanimni oldin qilgan ekanman. Xo'p, mayli, tezda bloklar qildim-da va undan oldin zombini o'ldirishga qaror qildim. Va shu bilan meni bolg'am sindi. Juda legendarniy bolg'am sinib ketdi. Xo'p, endi tezda duollarni yopaman deganimda yana g'alati ovoz eshitildi va meni juda xavotirga soldirib qo'ydi. Bunaqa ovozlar juda ko'p edi. Lekin menda yaxshi ovoz yozilmagani uchun uzr so'rayman. Xo'p, endi yana daraxtlar qilib olaman-da, keyin o'sha duolimni yopib qo'yaman oxirgacha va menga eshik ham kerak bo'lardi va men eshikni bekitib qo'ydim adashib. Men ikkita eshik qilishga qaror qildim, chunki ikkovsidan ham kirib chiqish osonroq bo'ladi va men netdan sakrab ko'rsam ovozlar eshitilgandan keyin, lekin hech kim yo'q edi. O'sha Skinwalkerni asosiy qudrati bu u juda ham yaxshi bekinadi va o'sha bekinib olgandir deb tezroq uyimni bitkizishga qaror qildim. Xo'p, yana bitta bolg'a qilib oldim-da, shunday mashni kesib tashlab chiqsam endermenlar va har xil jitellar ovoz kelgan edi. Va jitelni zombisini ko'rib turib, o'rgimchaklarni ko'rib qaytishga qaror qildim. Bu yerlarda hech narsa yo'q edi va ana zombi qishloq desak ham bo'ladi. Xo'p, endi tezda eshik qilib olaman-da, yopib qo'yaman, chunki bu rostdan muhim. Men o'lib ketmaslikni xohlayman xolos. Xo'p, tezda endi mana bu duolni ham yopsak bo'ladi va bu yaxshi bo'lardi. Xo'p, endi tomimni yopaman-da, keyin zina qilib, keyin sizlarga aloqaga chiqaman. Juda tez aloqaga chiqdim, chunki men o'sha Skinwalkerni ko'rdim va qochdik. Muhim o'ldirib qo'ymasa bo'ldi. Qochdik. Yo'q, versak, yo'q, uringlar. Bu juda oson o'lim edi va juda jinni. Agarda sizga video yoqqan bo'lsa, bitta like va kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar bilan Manza demada Telegram kanalimga o'tishni unutmanglar. Hammaga bo'pti.